Assalomu alaykum barchaga. Bizni juda yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Sog'misizlar? Xudo xolasa, yangi obyektimizni mana boshladik yana. Tomga penalonbos qo'yish jarayoni. Bu hozirgi obyektimiz o'zimiz Farg'onada bo'ldi. Bir 100 kvadrat chiqmaydi, shu atrofida joy bor edi. Betaraf kelib boshlaganmiz. Yarim oltini quyib oldik. Xo'p, bu joyimizga ham shu 10 sm qilib quydik. Endi 1-2 sm plus minus bilan ketyapti. Vassarigacha har xil qoqib qo'yilgan. 5ligi ham bor, 7li taxtalar ham tashlab yuborilgan. Shuni hisobiga 1-2 sm plus minus ketyapti o'zi. Quyib olingan taraflarimiz mana ustiga bemalol chiqib yursa bo'laveradi. Subachoylarni qo'yib, 1 tonnali, 2 tonnalilarda ham qo'yilaveradi. Xudo xolasa yaxshi holatda chiqyapti, ezilmaydi, yorilmaydi. Bu kerakli joylarga mana dimoxodlarni qo'yib, bir to'sinlarni vassalilar chirishini ham oldini olib quyib ketyapmiz. Bu penalonbozimiz izolyatsiyani zo'r ushlaveradi. Har bitta teshikni mukammal tarzda to'ldirib yuborilgan hisobiga uyda haroratni bir xil ushlaveradi. Uydagi issiqlik yeridan chiqib ketmaydi hech qachon. Mana bu penalonbozimizni quyilish jarayoni ko'rib turganlaringiz shuni suyuq holatda bo'ladi. Buni quyganimizdan keyin uzog'i 10 minut ichida qatiydi, qurib ketishiga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Hozirgi dekabr havolariga shu 1 oy 2 oyga beramiz. Yoz kunlarida 15 kun 20 kunda qurib ketadi. Shuni holatda qo'yamiz, shuni holatda qoladi bu. Tomga penalonboz qurdirmoqchi bo'lganlar, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab sifatli mustahkam qilib qo'yib beramiz.